Alfa turdingmi? Jitil. Meni Ketdik, ko'chadagi ishlarimizni bugun tugashimiz kerak. O'zi ancha uxlab qolibmiz. Soat menimcha 9 dan o'tib ketdi yo. Jitil, molingga qaramasdan meni akorotimni tozalab berasanmi? Pulingni beraman. Yo, menga akarom kerak emas. Men betimni yuvib kelgandim, kim baqiryapti ertalabdan? Ye? Kim u? Yavuz. Boymi menimcha? Boymi? Cho'milib oldim men. Alfa. Alfa. Boy qaytibdi shahardan. Yuchi bir gaplashib kelaylik shu bilan. Uyini qara. Agar menda ham shuna uy bo'lganda, shuncha pulim bo'lganda men ko'chaga chiqmasam faqat yotardim. Telefonimni YouTube'ga obunachilarimga video qo'yib. Rasululloh как раз kerak. Men agarotimda mana o'tlar o'sib ketdi-da, shuni tozalab bersalar, pullarni beraman. Ko'ryapsanmi, Alfa insof yo'q. Ko'rishilgan demaydi. Salom. Gavuz. Boy. Bo'pti, biz kambag'al bo'lsak ham so'rashib, gaplashib turavering. Sendaqa kambag'allar bilan so'rashingni qo'y ishingni. Vaqtdan pul turadi. Tezroq tozalab qo'y. Hali ko'rsataman. Yur. O'roq. Gavuz. Boy. Boy. Bizga o'roq kerak, o'roq. Menda o'roq yo'q. Qo'lda yuramiz. Yur, Alfa. Sen bir tarafini, men bir tarafini qilib qo'lda yulib tashlaymiz. Mashla qoldi. Voy, anchagina o'zim ketib qolibdi. Hali unga ko'rsataman. Xo'sh, endi urug'larni ekib qo'yamiz. Tezlar. Atilla shundamoqchi edim-ku men. Yeri qasqabda gun saposh kerak. Agar yering yumshoq bo'lganda, bundan ham tez bo'lar edik. Yurmay qolarding-da. Boqani. Bular bu uyda o'tiribdi. Unga ko'rsataman. Boy. Bo'lmaymi? Mana. Buninglar tashqariga chiq, nima qilyapsan? Voy. O'zingni narsangda qo'yib qo'ymoqchi edim-da. Kerak emas bu menga. Xullas, yerlarga ish haqqi. Mana ikkalangga 8 ta temir yetadi. Nima? Boy. Biz ertalabdan beri shu yerda ikki ishlayapmiz-ku. Yo'qol deyapman. Yo'qol. Hali senga ko'rsatamiz. Nezar etolmay. Ko'rasan. Birovning moliga xiyonat qilish yaxshi emas. Men hozircha 8 ta temir qo'yib turaylik. Mayli, zato nomerimizga qoldi. Hali. Voy, Alfa. Ishni yo'qmi? Kel bir ish qilamiz. Bugun kechqurun uyga o'g'irlikka tushamiz. Uni o'marib, o'zini portlatib yuboramiz. Bitta boydan qutulganimiz qoladi xolos. Birinchi o'tirsak, o'sha bir-birimizni uyg'otaylik, uni hali kechqurun dodini beramiz. Qani kechdi. Mazza qildim o'zi ham, damni oldim. Endi ana u boyni juda aydabini berib qo'yamiz. Bizga kirkani olaylik. Kirka. Endicha non ham olib. Kerak qoladi. Qonimiz och qolsa. Hali uni qancha olamiz, qancha emas. Qani ketdik olmasam ketdik.
Yur arqa tomoniga borishimiz kerak. Arqa tomondan sekin yerdan qazib kiramiz. Menimcha boy uxlayotibdi. Sekin kiramiz. Mana boy mana bu yerda uxlayotibdi demak. Sekinroq ovoz chiqarsin. Menargi tarafini. Xo'sh, qaziymiz. Qazidik sekin. Voy. Xo'sh, uxlayotibdi ekan. Mana chiqdim. Sekin o'mashni boshlaymiz. Mana. Ha. Nima bo'lyapti bu yerda? Sen tush ko'ryapsan. Bizni sen tushingda ko'ryapsan. Bizni hali sen rosa qilayotganing uchun tushingda ko'ryapsan. Sen tasqaralashib tushingda nima qilyapsan? Va xayriyat, yaxshi uxlab qoldim. Bilib qolganda. Voh! Bizga buni hammasi kerak emas. Biz ham unga o'xshab bag'il inson ketamiz. Yetadi. Endi xo'sh, ketdik. Uyni portlatib yuboramiz. Alfa, uyni portlatishga tayyormisan? Portlat. Yetadi. Alfa ketdik. Ha, qishloqda juda gumur bo'ladi. Uyimizga borib yotib olishimiz kerak. Boy, bizni kechir. Bunday baxil insonlarning hayoti shunday